Agar bola masalan ichiga yetib boshlagan vaqtida 6 oylikgacha yoki 1 yoshgacha bo'lgan bolada yetib turibdi. Bu bola ko'krak yoshida, apa emizib turibdi. Emizib turgan vaqtida hozirgi fasldan kelib chiqadigan bo'lsak, 50 gradus, 60 gradusgacha chiqib turibdi temperaturamiz. Ko'chani isisi. Bunday holatda har bir narsadan gumonlanishi kerak apa. O'zini sog'lig'ini o'ylamasam, bolasinikini o'ylashi kerak. Nima uchun? Sababi bu temperaturada buzilmaydigan mahsulotning o'zi bo'lmaydi. Har bir narsadan strahobga aytib turib, bolamni ichini buzmasligi mumkin ekan degan xavf bilan o'zini strahobga aytib ovqatlanadi, dan emizadi. Bolada ich ketishi boshlandi. Nima uchun boshlandi? Masalan, otravlение aytib qo'yadigan mahsulotni yeb qo'ydidan apa ovqatlandi. Shundan bolaning ichi buzildidan ketishni boshladi. Bunday holatdan ishatamiz. Bunday holatda apa 100% diyetaga o'tadi, diyeta bilan ovqatlanadi. Regidratatsiya qilish kerak. Bolada faqat suvni o'zi yo'qolib turgani yo'q, bolada elektrolit ham yo'qolib turibdi. Elektrolitni o'rnini qoplash uchun solovoy rastvorlar bor. Orsa bor, masalan, izolitlar bor, sinkovoy rastvorlar ishlatiladi. Shulardan oz-ozdan tez-tez ichiriladi kun davomida. Apa 100% diyeta qilishi kerak. Ayniqsa yog'li mahsulotlardan, xamirli mahsulotlardan, yemasa poliz mahsulotlar bor, qovun tarvuzlarimiz bor. Keyin ko'chadan keladigan fast foodlarimiz bor, shulardan diyeta qilishi kerak. Bu birinchi yordam bo'ladi.